Sağ salamet olaysan. Ramazan kutlu olsun. Sizlere güç kuvvet atar olsun. Bu ekemizin zerdiğin toğulu ösyan kuşlarımız. Ve yollar çıraylı bok kaldı. Halk yaxşı niyetlerine çıraylı boktu hemen. Her o kadar karası yollar zamanlarda taş başlar taşa koyuttular. Vodoprovod ötkenden keyin Xudo qalasa bize to'g'ri bosgan uygacha nasib bo'lsa asfalt bo'ladi, chiroyli asfalt. Chunki bu yerda Xorazm viloyat hokimligi, Bog'ot hokimiyati, mahalliy hokimiyat juda qattiq turib bel bog'lab shu xalqning yaxshiligi, tinchligi, sog'ligi nimasida katta harakat qilinyapti. Katta rahmat. Katta rahmat mana shu. Bu yerda yana akamizni nomini abadiylashtirib mahalliy hokimiyat, oblast, Xorazm viloyati, Bog'ot rayoni hokimligi shu Ortiq Otajonov mahallasi deb akamizning nomini abadiylashtirish uchun shuncha ishni qilishibdi. Baxtiyat Mag'ay bularni. Xalqning tinchligi, sog'ligi, obodonligi yo'lida charchamasınlar. Bu yerda bu mahalla nimasi mahalliy hokimiyati bu yerda Xudoyor oldin rais bo'lgan Xudoyor ukamiz boshqaryapti. Bu ham juda bir akamize muxlis odam edi. Rahmat, shunchalik ulug'aygan kunlarimda qarang. Chiroyli bir yaxshi ish bo'libdi mana. Hammamiz xursandmiz. Mana shu Bog'ot biz ham yoshligimizda mana shu yerda o'sganmiz. Uzog'i bilan quvontirsin. Rahmat. Bu tomonlama juda chiroyli bo'lib qoladi. Bu yer o katta yo'ldan bizning uyimizgacha 5 kilometr biza to'g'ri o'sgan ota uyimizga. 5 kilometr joyni chiroyli qilib, endi qish oyida qiyin. Lekin bahor chiqqani bilan sirozini yine asfaltni qilib nasib bo'lsa bu yoqlardan qiladilar. Rahmat shularga. Yurtimiz bundan go'zal bo'lib, chiroyli bo'lib boraversin. Baxtimiz yetmag'ay. Sog' bo'linglar. Aziz muxlislarimiz, otamizning muxlislari, xalqimizda har doim mana shunaqa o'tgan ustozlarimizni mehnatlarini qadrlab shuncha